Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz va ushbu videoga like bosishingiz biz uchun muhim. Marhamat, tomosha qiling. Qur'ondagi ligaturalar, harflarning noodatiy birikmalari ba'zan Qur'on o'quvchilarini chalg'itib qo'yishi mumkin. Ana shu ma'noda ligaturalar darsining ikkinchi qismini yozishga qaror qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun o'rganadigan ligaturalarimizning umumiylik jihati mavjud. Bu ligaturalarning barchasida mim harfi qatnashadi. Undan avval esa istalgan biror harf kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, mim harfi ham, undan oldin kelgan harf ham sukunli yoki harakatli bo'lishligi mumkin. Dastlabki harf birikmasiga e'tibor beraylik. Bu harf birikmasi ya hamda undan keyin kelgan mim harflarining o'zaro birikishidan tashkil topgan. Va kanallohu aliman hakima. Keyingi harf birikmasida nun hamda undan keyin kelgan mim harfi qatnashadi. Fa innama hiya zajratun wahida. Navbatdagi harf birikmasida ta hamda undan keyin kelgan mim harflarini ko'rishligimiz mumkin. Thumma adbara yas'a. To'rtinchi harf birikmamiz ta va mim harflaridan iboratdir. Wala ana abidum ma abattum. Quyidagi oyatga e'tibor qarataylik. أأنتم أشد خلقا أم السماء. Bu oyatda sin hamda undan keyin kelgan mim harflarining o'zaro birikmasini ko'rishligimiz mumkin. Shuni yana bir bor ta'kidlash kerakki, har doim birinchi mimdan avvalgi harf, keyin esa mim undoshi talaffuz qilinadi. Illallazina amanu va amilus solihati falahum ajrun g'ayru mamnun. Bu oyatda ikkita mim harfi qanday qilib o'zaro birikishligini kuzatishimiz mumkin. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. Bu oyatda esa lam hamda undan keyin kelgan mim undoshlari qatnashadi. Darsimizni ana shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.